Assalomu alaykum, China Motors Qo'qon kuzatuvchilari. Bugun sizlar bilan Jack X2 Stentovkani xarakteristikasi, qulayliklari, yili narxlari bo'yicha tanishtirib, sizlarga ma'lumotlar berib o'taman. Xo'p, birinchi o'rinda ushbu mashinamizni motoriga keladigan bo'lsak, 2 atmosferli Toyota motor Jack X2 larda shu normal motori. Propan ham metan ham tushaveradi. Xo'p, rullari elektrosilitr bo'ladi. Razmerlari 3.11 ga 1.85 bo'yi, eni 1.65, tashqarisi 1.75 bo'ladi. Xo'p, mashinani ichlarini ko'rsatib o'tamiz. Qani. Gap isboti bilan deganda, hozir konditsionerlarini, rullarni ko'rsatib o'tamiz. Rullari elektrosilitr. Bir qo'lda yengilligini ko'ryapsizlarmi? Malibu'ning ham rolidan yumshoq u. Choli anaqa nima bo'ladi? Napor qattiqlik qiladi, shuning uchun ehtiyot bo'lib nima qilyapmiz? Konditsioneriga hushyor bo'laverasizlar. 3 kuchli, hujjatda ham 3 kuchli, xohlasalaring mana etini tushirib turib, bar qilib ishlatsalar ham bo'laveradi. Xohlasalaring osh qo'yib olib yeb ketsalaring ham mayli. Hop, magnitofonlari ham polностью ishlaydi. Hop, endi asosiy qismi, ya'ni hop, tentlarni ko'rib o'tamiz. Mana tentlari bo'ylab 1.85. Mana ko'rib turganlaringdek, tentlari yig'iladi. Yig'iladigan qilib chiqarilgan. Mana ichlarini ham ko'rsalaring bo'ladi bemalol. Hop, mana kengliklar o'zlaring ko'rib turibsizlar. Jack X2 furgondan ko'ra 10 sm uzunroq bo'ladi. Xullas, shunaqa gaplar. Bizni kuzatishda davom etinglar. China Motors Qo'qonda barchalarni kutib qolamiz. Kelsalaring bonus sovg'alari bilan birgalikda chiroyli narxlarda qilaveramiz.